Hello, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sherbexon do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Rusmobilda yangi kelgan обновление haqida gaplashamiz. Обновлениеda bizga ko'p narsalar qo'shilgan do'stlar. Birinchi bo'lib BP dan boshlasak. Ko'rib turganingizdek, BP Battle Pass ko'rinishi yangilangan. Keyingisi do'stlar, mana event ochko yig'ib, mana shu aksessuarlar olsa bo'ladi. Keyingisi do'stlar, event menyusiga mana shunaqa ruletka qo'shdi. Ya'ni aylantiriladi baraban. Mana har xil turdagi narsalar mavjud. Yana bitta zo'r yangilik, keyin menyuda endi menyu o'zgardi. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Keyingisi do'stlar, magazinga Domkrad degan narsa qo'shildi. Buni hali o'zimiz ishlatib ko'rmadik, nima qilish kerakligini. Endi oldingidek suvga tushib ketsak, admin chaqirib o'tirmaymiz, chunki suvga tushgandan 10 ming to'lasak, uyi suvdan ko'chaga chiqarib qo'yadi avtomatik. Yana bitta zo'r yangilik, mana shu ko'rib turgan yangi rayon hisoblanadi. Yangi rayonga mana ikkita biznes qo'shildi, Zaksochka bilan AZS, u ham zapravka mana shu rayonda va ko'rib turishlaringiz mumkin. Uylar qo'shildi. Shu 10 tadan ziyod uylar qo'shildi do'stlar. Do'stlar, keyin nastroyka o'zgartirildi va ko'p narsalar qo'shdi. Kamerani qilish, nastroyka qilish, har xilcha narsalar qo'shildi do'stlar. Keyin do'stlar, qamoqqa olganda militsiya mana shunaqa qo'lga narochnik taqadigan animatsiya qo'shildi. Endi zo'r yangilik do'stlar, yana bitta semiya bilan fraksiyaga ratsiya qo'shildi. Oldin bitta fraksiyada, ya'ni OPG bandada ratsiya bo'lardi. Endi semiyaga ham qo'shdi. Endi semiya chatiga yozib o'tirmaysiz. Shunday tugma bosib gapiraverishlaringiz mumkin. Hammaga xayr do'stlar. Mana shu ko'rib turgan yurayotgan video tasvirdagi ko'chalar ham yangi обновлениеda qo'shilgan rayon bo'ladi bu do'stlar. Promo kod Panjara 777 hech qachon eslaringizdan chiqmasin. Rusmobil 2-serverda biz sizlarni kutib qolamiz. Like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Hammaga xayr.